Andijon viloyati imom xatiblarining 6 oylik faoliyati sarhisob qilinib, amaliy seminar yig'ilishi o'tkazildi. 2026-yil 15-iyul kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Andijon viloyati vakilligi majlislar zalida viloyatda faoliyat yuritayotgan barcha imom xatiblar ishtirokida 2026-yilning birinchi yarim yilligi yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda viloyat hokimi o'rinbosari Abdusattor Otaboyev hamda viloyat bosh imom xatibi Mirza Maqsud domla Alimov ishtirok etib, imom xatiblar faoliyatining birinchi yarim yillik natijalari tahlil qilindi. Shuningdek, aholi o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish, ijro intizomini mustahkamlash, O'zbekiston musulmonlari idorasi ustavi va qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish hamda sohada uchrayotgan ayrim kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Shundan so'ng viloyat imom xatiblarining ezgulik va ma'rifat targ'ibotchilari tashabbusi doirasida Andijon tumanida navbatdagi amaliy seminar yig'ilishi o'tkazildi. Seminar doirasida ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan mahallalarda haj ziyoratchilari ishtirokida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etdilar. Shuningdek, mahallalardagi muammoli hamda ijtimoiy ko'makka muhtoj xonadonlarga tashrif buyurilib, ularning holidan xabar olindi, muammolari o'rganildi va fikr-mulohazalari tinglandi. Imom xatiblar tomonidan 8 toifaga mansub 55 ta xonadonga tashrif buyurilib, ma'naviy-ma'rifiy suhbatlar o'tkazildi hamda amaliy yordam ko'rsatildi. Nogironligi bo'lgan ehtiyojmand va tabarruk yoshdagi qariyalar yashovchi oilalarga sovg'a-salomlar topshirilib, davolash hamda dori-darmon xarajatlari uchun moddiy ko'mak ko'rsatildi. Shuningdek, ishchi guruh a'zolari biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado etib, jamoatga tinchlik, xotirjamlik, o'zaro hamjihatlik, oila muqaddasligi, yangi O'zbekistonda inson qadri, shukronalik, farzand tarbiyasi, kiberxavfsizlik, qo'ni-qo'shnichilik huquqlari, giyohvandlikning zararli oqibatlari hamda mazhabga ergashish va yot g'oyalar ta'siridan saqlanish kabi dolzarb mavzularda ma'ruzalar qildilar. Ushbu targ'ibot tadbirlari bilan 1250 nafardan ortiq fuqaro qamrab olindi. Yakunda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hamda imom xatiblar faoliyati samaradorligini yanada oshirish yuzasidan tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berildi.